Assalomu alaykum barchaga. Bugungi darsimizda biz transformatordagi transformatorlar short circuit impedance toleransini kichik bir model orqali ko'rib chiqamiz. Buning uchun men kichik bir model yaratib olganman. Ya'ni bu impedance tekshirish uchun. Va bizda kichik bir slayd ham bor shu mavzuyimizga atalgan. Short circuit impedance tolerance. Hop, o'zi birinchi navbatda short circuit tolerance nima? Bu transformatordagi hatto shu kuchlanishining o'zgarishi. Ya'ni bizda bilamizki transformatorda short circuit voltage bor, ya'ni UK deyiladi. Bu qisqat to'shini rezultatiga ta'sir qiladigan asosiy manbalardan biri hisoblanadi. Va bu vaqti bilan ba'zi bir holatlarda belgilangan, ya'ni o'zini nominal qiymatidan o'zgarib turadi ish holatlarida. Va men bir misol sifatida 100 megavolt amperli transformatorni bunga misol qilib tanlab olganman. Buni tekshirib ko'rish uchun bu yerda 100 megavolt amperli transformatorni parametrlari bor. Hop, bundan oldingi darslarimizda ham to'xtalib o'tganmiz va qisqa tushuntirib o'taman yana. Ya'ni o'rnatilgan kuchlanishi 220 ga 35, o'rnatilgan quvvati qisqartirish kuchlanishi UK foizi, ya'ni 13% bizda. Endi short circuit voltage, ya'ni qisqartirish kuchlanishi maksimum tapda 13.7. Ya'ni biz transformator ishlatgan paytimizda kuchlanishni rostlash uchun uning tap chenjig'ini o'zgartirish orqali uni amalga oshiramiz va shu paytda transformatordagi qisqartirish kuchlanishi o'zgarishi mumkin. Ya'ni maksimum tap. Misol uchun bu transformatorimizda plus minus 8 bo'ladigan bo'lsa, plus 8 pog'onada uni nominal qisqartirish kuchlanishi 13% dan 13.7% gacha ko'tarilishi mumkin. Shu holatda bu minus 8 da, ya'ni minimum tap pozitsiyasida, ya'ni minus 8 tap pozitsiyasida, radiyasida 12.6% gacha nominal qiymatidan tushishi mumkin ekan. Bu albatta klient tomonidan taqdim etiladi. Ya'ni klient ham o'sha ishlab chiqaruvchi, ya'ni vendor tomonidan bu informatsiyalarni yig'adi. Va biz bugungi fokus qaratadigan, ya'ni darsimizda asosan urg'u beradigan joyimiz ham xuddi shunda. Shu qisqatda shu kuchlanishlarda bo'ladi. Hop, bundan keyingisi no load loss, ya'ni saltishlashdagi isroflar, yo'qotishlar, ya'ni ish holatidagi isroflar. Tab pozitsiyasi nechta tab pozitsiyasi bor? Plus minus 8 ga 1.25% olib chiqadi. Endi bu ulanish guruhi va qisqartirishu impedansi. Bu hozirchalik bizga muhim bo'lmaydi. Biz qisqartirish kuchlanishi, ya'ni bir fazli qisqartirishlar, asosan bu bir fazli qisqartirishlarga, yer bilan bo'lgan qisqartirishlarga ta'sir qiladi. Bugun biz 3 fazli qisqartirishni ko'rib chiqamiz. Hop, Dixali modelga qaytamiz. Hop, Dixali modelda tepa tomondan sistema ulangan. Tarmoq va 220 kilovoltli shina qo'yganman. Undan keyin hozirgi ko'rib chiqqan parametrlarni ko'rib chiqqan transformatorimiz tayyor modellashtirilgan bu yerda. Quvvati 100 megavolt amper, chastotali har doimgidek 220, yuqori kuchlanishi, pastki kuchlanishi 35 kilovolt. Qisqartirish kuchlanishi 13%. Hozir ulanish guruhiga yana bir e'tibor berib qo'yamiz. Yana D11 ekan. Tak, bizda bu yana yulduz neytral uchburchak 11 pozitsiyali bo'ladi. Ya'ni 13%, 360 bu ishlash holatidagi isroflari load flowga o'tib salt ishlashdagi quvvat isroflari, aktiv quvvat isroflari. Transformatorimizni modellashtirdik. Pastga oddiygina yuklama ilib qo'yganmiz. Shu model bo'lishligi uchun shunchaki. Va hozirgi holatida
Bundan qisqa tushini ko'rib chiqamiz. Bundan avval o'zi bu nimaga ko'riladi? Biz qayerda nimaga ko'rish kerak degan savolga javob beramiz. Buning uchun man keyingi betda yaratilgan. Bu IC standartlari tomonidan talab qilinadi va bu asosan qisqa to'shiq pastki tomon shinalarda o'zgarishiga olib keladi. Ya'ni nima? Bu tomondagi qisqa to'shiq bo'lganda bu tolerans orqali o'zgarib ketib qoladi. Bu standart bo'yicha bu tolerans ko'ryapsizki, nominal ukasi misol uchun 13% bo'ladigan bo'lsa, plyus minus 7,5%gacha ruxsat etiladi. Bu standart bo'yicha ruxsat etilgani. Ya'ni 13%ni transformatorning hozirgi normal holatdagi 13, top position 0 holatdagi 13%ni plyus minus 7%gacha o'zgarishiga, ya'ni 13%ning 7,5%, ya'ni 13 bo'lingan 100 aytilgan 5 975 bo'ladigan bo'lsa, 3 ayrilgan 0,975, uzr, 975, ya'ni 11,7 gacha ham tushishi mumkin ekan bu transformatorimiz 7,5%da. Uzr, sal xatolik ketdi. 13 ayrilgan 0,975, 12,025 gacha, ya'ni bu hozirgi minus holatida, ya'ni bu tap changer 0 holatida bu transformatorimiz og'ish burchagi 12,025 gacha ruxsat beriladi. Bu standart bo'yicha talab. Bu tolerans o'zi qancha kichik bo'lsa, aniqliklari shuncha aniq bo'ladi. O'shaning uchun buni o'zi toleransi 7,5%dan ancha kichik bo'lishi ancha yaxshi transformatorlar uchun. Bu endi vendorga bog'liq, ishlab chiqarayotgan tashkilotga. Bu ya'ni kostyumer tomonidan o'zgartirilishi ham mumkin. Misol uchun, ishlab chiqaruvchiga menga 7,5 emas, standart bo'yicha to'g'ri 7,5, lekin sen menga 5%, toleransi maksimum 5% bo'lsa, undan o'tmasin. Chunki men analizlarimga osonroq bo'lishi kerak degan talab qo'yishi mumkin. Bu ular kelishib, toleransi 5%gacha tushirilishi mumkin. Lekin umumiy standart bo'yicha nominal kuch ukasi plyus minus 7,5% bo'ladi. Endi ikkinchi holatda, when the impedance values is katta 10%dan, ya'ni bizga 13, bundan katta plyus minus 10%gacha o'zgarishga ruxsat etiladi standart bo'yicha, IC standart bo'yicha. Bu nima degani? Any other tapping of the pair. Ya'ni tap changerimiz o'zgargan paytida, ya'ni tap changer plyus yoki minus 8 ga boshqa tap changerlar bo'lgan paytida u 7,5% emas, plyus minus 10%gacha ruxsat etiladi. Chunki bunda tolerans kattaroq bo'ladi. Shuning uchun bu holatda plyus minus 10% deyiladi. Nominal umuman 13%, ish holatida plyus minus 7. Bundan keyin mana buni tushunarli bo'lish uchun kichkina jadval qilib qo'yganman. Bundan tushunish mumkin. Short circuit dominant tolerance nominal, masalan uchun 13% bo'lganda plyus minus 7. Short circuit tolerance at maximum, ya'ni 13,7%, mana current datasi bo'yicha bizda 13,7% da maksimum tap changerda va shundan plyus minus 10% og'ishga ruxsat etiladi. Endi yana dataga qaytadigan bo'lsak, eng minimum tap changer bo'lgan holatda 12,6 bo'ladigan bo'lsa, shundan plyus minus 10% og'ishiga, ya'ni toleransga ruxsat etiladi. Ya'ni mana bu standart bo'yicha tap changer o'zgargan paytlar. Tap changer 0 bo'lgan paytda shunchaki 13% ning 7,5% plyus minus. Tap changer ishlayotgan paytida, oddiy holat tushuntiradigan bo'lsak, tap changer ishlayotgan paytida plyus yoki minus 8 paytida plyus minus 10% gacha tolerans qo'yiladi.
Hop, endi buni model tariqasida ko'rib chiqamiz. Yana qanaqa foiz o'zgaradi. Hozir ko'rib chiqdikki, plyus minus 7. Hop, minus bo'lgan paytida oldin nominal holatda ko'rib chiqamiz. Ya'ni hozir mana shu holatda qisqartirishuv olib ko'ramiz. 3 fazali maksimum qisqartirishuv oldik. Textbook, Outlook, ya'ni e'tibor berib qo'yamiz. Bizdagi rezultat 13,424 bo'ldi. 13% teng 13,424 deb o'zimiz uchun belgilab qo'yamiz. Tab changerni endi qisqartirish kuchlanishini o'zgartirib ko'ramiz. Boya hisobni kitob qildik. -7,5 bo'lgan paytida 12,025 gacha ham tushdi. Yana qisqartirishni olib ko'ramiz. Endi bu ko'tarildi. Mana o'sha 12,025 foizda o'sha bu ko'tarildi. Yani o'zimiz uchun belgilab olamiz. 12,025 bizdagi rezultat 14,361 kiloamper bo'ldi. Bunga ham kiloamper deb yozib qo'yamiz. Endi voy ko'rib chiqamiz-da, bu endi plus 7,5% o'zgarishi mumkin. Buni ham hisob kitob qilib ko'ramiz. 0,975 bo'ldi uning 7,5%. Endi 13 ga qo'shamiz 0,975 ni. 13,975. Bu 13,975 gacha o'zgardi. Endi bu holatda qisqartirishni olib ko'ramiz. Bu 12,624. To'qqiz yuz yetmish besh. Qisqartirish kuchlanishimiz 12,611 bo'ldi. 12,611. Mana umumiy farqni hozir ko'rib turibmiz. 3 xil o'zgarishi, ya'ni transformatorning qisqartirishuv kuchlanishi tolerans orqali o'zgarib qolgan paytda real ish holatida qisqartirishlarning farqi mana. Ko'ryapmizki, qisqartirishuv kuchlanishi minus paytida qisqartirishuv toki ancha katta chiqyapti. Bu yerda hisob kitob qilinish kerak bo'lgan relaylar, umumiy relay protection qismlariga katta ta'sir qiladi. Undan keyin bizga tanlashimiz kerak bo'lgan uzgichlarga ham ta'sir qiladi. Uzgichlarga. Shuning uchun bu toleranslar ko'rib chiqishni majbur etib talab qilinadi. Ya'ni qurayotgan konstruksiya firmalar yoki bu analiz qilishlardan oldin. Chunki real ishchi agar buni vendor tomonidan 13% ni faqat o'zini hisob kitoblar orqali olib ketilgan bo'lsa, real ish holatida 13,424 kiloamperdan boshqacha tok chiqib qolishi mumkin va bu yerdagi nosozlikka yoki biz tanlagan uzgich ishlamay qolishiga yoki biz tanlagan shinaning umuman buzilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu tolerans muhim hisoblanadi. Keyingisiga qaytadigan bo'lsak, biz ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan 13,7. Bu ham biz ko'rib chiqqan 13 bilan bir xil holati bo'ladi. Ya'ni biz transformatorni maksimum tab changerda ishlayapti deb hisoblab 13,7% kirgizamiz. Ya'ni 8 tab changerda ishlayapti deb hisoblab. Ana endi mana shu 13,7 dan
Biz plus minus 10 ni, ya'ni qandoq hisoblagan bo'lsak plus minus 7 ni, plus minus 10 ni 13,7 ga nisbatan qilib hisoblab kitob qilamiz va unda ham rezultatlar boshqacharoq chiqadi. Ya'ni boshida ko'rgan 13%imizga nisbatan umuman boshqacha rezultatlar chiqadi va eng xavfli holati talab olinadi hisob kitoblar uchun. Ya'ni tanlanayotgan shinani misol uchun eng xavfli holati, aytaylik bu yerdagi nominalda 13%da oladigan bo'lsak, bu yerda biz 25 kiloamperli uzatgich tanladik. 13%da biz rezultatlarimizda 23 yoki 24 chiqyapti. Biz to'g'ri buni 25 tanlaganimiz to'g'ri deb ayta olmaymiz. Chunki bizda tolerans bo'lgan paytida ko'rishimiz mumkinki, u plus minus 7 yoki plus minus 10 ga o'zgarayotgan paytida bu yanada katta chiqyapti tok kuchi. Bu yerda 25 dan o'tib ketishi mumkin. Misol uchun 26, 27 chiqib ketishi mumkin. Unda biz buni ishlamay qolishi uzg'ichi nosozlikka olib keladi va himoya qismlari umumiy ishlamay qoladi. Bundagi eng og'ir keys o'sha mana bunda. Transformatoringiz -8, hozir bizning transformatorimiz -8 ishlayotgan paytida uning ukasi 12,6 gacha tushib ketadi va shundan minus yana 10% orqaga qarab yuradi. -10%. Shuni ham hozir ko'rib chiqamiz. Ya'ni transformatorimiz eng og'ir keysni ko'rib chiqaylik. Bu 12,6 gacha tushadi -8 ishlayotgan paytida. Va shundan biz yana -10% margin olishimiz kerak. Buni hisob kitob qilamiz. 12,6 bo'lingan 100 ko'paytirilgan 10%, 1,126. Endi 12,6 minus 1,126. Ya'ni -10 margin bilan, tolerance bilan 11,34 bo'lib gacha tushishi mumkin ekan biz transformatorimiz. 1,4 gacha. -8 paytida -10 tolerance bilan 11,4 11,4 gacha tushishi mumkin ekan. Hozir 24 mi o'tsa hozir sal yoddan chiqadi. Hop, yana bir hisob kitob qilib ko'ramiz. 12,6 minus 1,26. Uzr, sal adashib ketdim. 34. 11,34 gacha tushishi mumkin ekan. Bu eng og'ir keys. Qisqatda shu kuchlanish mana eng og'ir ahvolda o'sha bundan ham bularga nisbatan ham ko'p chiqyapti. Eng og'ir keys. 15,108. Mana. Endi shunga nisbatan biz bu yerdagi shinalarni, uzgichlarni tanlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi darsimiz qisqacha shunaqa, shu edi. Hammaga rahmat.